O'zbekistondagi barcha mebelchilar diqqatiga. Bazis dasturini professional tarzda o'rnatib, barcha kerakli nastroykalarni va sozlamalarni tayyor holatga keltirib beraman. Bularga nimalar kiradi? Mebelchik полный настройкасы, раскрой настройка, чертеж настройка. Bundan tashqari tizimlashtirish xizmatlari, nesting texnologiyasi, раскрой simulyator va birka xizmatlari. Eng keraklisi oblaka xizmati. Bu nima deganda, Bazisda chizilgan proyektni telefonda ko'rish, ya'ni klientga TZ shaklda jo'natish. Shunga o'xshagan Bazis xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqing.